Ay bolam boshingga urab chiqib ketgan, voy bolam oyog'ingga kiygan, qaniroq kiyingin. Hayotda aytganimizni qilmaydi qizlarimiz hozir. Qaysi ona men aytganimni qildira olyapman qizim, bittada xo'p deb aytganimni qilyapti denglar. Javob beraman hali men atrofimda na o'rtog'imning, yana yaqinlarimning, na o'zimning mushtigina bo'lib o'zimning qizim aytganimni qilmaydi. Yo bo'lmasa kelinlarimga, "Uchta qizim ham meni qizimdek gap, o'zimdan omonat birodar." Lekin oldingda oqqan suvni qadri yo'q, qildira olmayman aytganimni. Yo bo'lmasa men shu oila yoqib qoldi, jon bolam, shunga tekkin desanglar, umuman tekkizdira olmaysizlar. Qachonki o'zini fokusiga yoqmaguncha birovga tegmaydi ham. Aytganlaringni hech qachon qildira olmagan qizlaringlarni ertaga o'ylaysizlarki, erda aytganini qiladi, qaynona qaynotani aytganini qiladi deb. Hech qachon qilmaydi. Hech bo'lmasa ichida bekorlaringni yetkazib turishadi. To'ygacha bolam soppa sog' edi. Hech qanaqa kasallik chiqmagan edi, medosmotrlardan o'tkazuvdim degan onalarga maslahatim, oyoq qo'lini ushlab ko'ring, muzday emasmikin. Kindigiga bundoq qo'lingizni bosib ko'ringchi, og'riq bo'lmasmikin. Bularni o'zi tashxis sizga. Mingta joydan o'tkazib, bekorga pulingizni ketkazib yurmang, bo'lmasa olib keling bahor shifoga, o'zim tanada tashxis qo'yib beraman.